ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Uylanadigan ukalar, albatta chiroyligini istaysizlar. Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Bir ayolni dedi-da, shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. O'zi duo qilyapsizmi? Tuzalib ketsin-da. Duo qilyapsizmi? Tuzalib ketsin-da. Ya Alloh, dadam tuzalib ketsin deyapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli bizga tuzalib ketgan yaxshi insonlar. Olayotgan bemorlarimizga Alloh shifo bersin. Bugun mana bir xonadonda guvoh bo'lib turibmiz. Bu akamiz shunday bir operatsiyaga muhtoj bo'lib, bugungi kunda yura olmasdan juda og'ir holatga tushib qolganligi, albatta yo'qchilikdan sizlarga murojaat qilyapmiz. Hurmatli jamoatlar, mana shu videoni Alloh uchun tarqatib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Mana shunday jajji bolalari hozir mana shunday bir otasini boshida o'tirib, hattoki bir dori darmoniga puli yo'qligini mana biz bugun guvohi bo'lib turibmiz. Hozir bu operatsiya faqatgina Hindistonda bo'lib o'tadi. Hozir mana shu ko'rib turganinglardek oyoq tomonidan boshlangan. Shuni operatsiyasi faqatgina mana shu Hindistonda bo'lib o'tadi. Hurmatli jamoatlar, kelinglar oz bo'lsa ham o'zlarini karta nomerlariga o'z qissamizni qo'shsak. Kelinglar hurmatli jamoatlar, Alloh bugun imkoniyat berdi. Hech bo'lmasa qo'limizni ochib duo qilaylik. Hech bo'lmasa videomizni Alloh uchun tarqataylik. Bo'lmasa bugun imkoni bor aka-uka opa-singillarimdan so'rab ketardik. Hech bo'lmasa mana shu videodagi kartalarga o'z hissangizni qo'shib ketsangiz. Bugun mana 2025 iyun oylarida turibmiz. Mana shu videoni imkon qadar tarqatishingizni iltimos qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qalbida misqoli zarra kibri bor odam jannatga kirmaydi. Shunda bir kishi turib aytdiki: "Ya Rasululloh, bir kishi o'zini kiyimini va poy afzalini go'zal bo'lishini yaxshi ko'radi." Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Innalloha jamilun yuhibbul jamal." Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Bu kibr emas. Alloh chiroyli zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik dedilar. Go'zallik kibr emas. Masalan, 1 litr sutga 2-3 litr suvni qo'shsangiz, bu ichsa bo'ladigan ichimlik bo'ladi. Chunki suvning tabiati, sutning tabiati bir-biriga yaqin. İchimlik issa bo'laveradi. Ammo 1 litr sutga 1 piyola neft qo'shsangiz nima bo'ladi? Ichib bo'lmaydi, chunki sutning tabiati bilan neftning tabiati bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, ubudiyat, qulchilik bilan kibr hech qachon bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Allohning haqiqiy quli, haqiqiy mo'min bandasi mutakabbir bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdilar, qalbida misqoli zarra kibri bor odam jannatga kirmaydi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Yana bir hadis o'qiymiz. Imom Bazordan, Bayhaqiydan, Anas roziyallohu anhudan. Rasululloh aytdilar: "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin." Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi desa, bir odam kiyimi va oyoq kiyimi, oyoq bog'ichlari chiroyli bo'lishini xohlaydi bir odam. Kibrmi deganida payg'ambarimiz yo'q deb javob berdilar. Boshqalarning haqqini ado qilmaslik, o'zini boshqalardan ustun deb bilishlik, haq so'z aytganda ko'nmaslik, bu kibr va bu gunoh iblisning gunohi. Aba vastakbara va kana minal kafirin. Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortdi, kibr qildi, natijada kofirlardan bo'ldi. Lekin musulmon odam yonidagi odamlarga e'tirof qiladi. Fazlini biladi, qadrini biladi. Ularda qadr qiymatini o'zining o'rniga qo'yadi. O'zi yoningizdagi odamni mensimasligingiz, to'g'atmasligingiz siz uchun yetarli gunoh. Boshqa gunohning keragi yo'q. Rasululloh aytadilar: "Bi hasbil mar'i minash-sharri an yahqira akhahul muslim." Kishi o'zini musulmon birodarini haqir ko'rishligi shu kishi uchun yetarli gunoh.
mensimaydi, kibr qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'ta kamtar zot bo'lganlar. Bir kishi u zot sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirib gapirmoqchi bo'ldi-yu, kirib haybati siri bosib gapini topolmay qoldi, tili aylanmay qoldi. Buni payg'ambarimiz ko'rib aytdilarki: "Havina alayk, fa inni lastu bi malikin, innama ana ibnu imratin ta'kulul qadida." O'zingizni bosib oling. Men podsho emasman. Men qadid, ya'ni quritilgan go'shtni yeydigan ayolning bolasiman. Ya'ni oddiy odamman deyaptilar. Rahmatan lil alamin bo'lishiga qaramasdan kamtarligini ko'ring. Rasululloh kamtar bo'lganlar, mutakabbir bo'lmaganlar. Safarlarning birida Rasululloh to'xtaganlarida hamrohlardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Ikkinchisi men uni pishiraman dedi. Rasululloh men o'tin terib kelaman dedilar. Qarang, Rasulullohga bir ish buyurmaydi. Rasulullohning xizmatini qilishlik sharaf sahobalarga, ammo Rasulullohning kamtarligini ko'ring. Demak, mo'min kishi mutakabbir bo'lmaydi, kamtar bo'ladi. Go'zal, al-jamil. Alloh taolo bandani go'zal bo'lishini xohlaydi. Pokiza, usti boshi tartibli, xushbo'y, sochlari taralgan, surati chiroyli bo'lishi kerak. Bu yerda yangi kiyim deyilmaydi. Agar kiyim haqida gapirsak, pokiza kiyim deyiladi. Yuvilgan, taralgan, tartibga keltirilgan. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor. Mana aytinglar, kiminglar chiroyli mashinani yaxshi ko'rmaysizlar? Kim chiroyli uyni yaxshi ko'rmaydi? Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan intilish bor, bu uni fitratida. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Hatto birodarlar, gapiradigan so'zimiz go'zal bo'lsin. Abbos ibn Abdul Muttolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, kenja amakilaridan so'rashdi: "Siz kattaroqmi, Rasululloh kattaroqmi?" Shunda Abbos ibn Abdul Muttolibning gapini qarang. "Men ertaroq tug'ilganman, lekin Rasululloh mendan kattalar" deb javob berdi. Men kattaman desa bo'lardi, ammo chiroyli bo'lmaydi bu. Rasulullohdan kattaman dedi o'zini oxiri. Deylarmidi? Agarchi biz gapirayotgan gapimizni tuzalishini xohlasak, biz avval eshitishni o'rganaylik. Eshitishni o'rgansak, ine chiroyli gapirishni o'rganamiz. Demak, men Rasulullohdan erta tug'ilganman, ammo Rasululloh mendan go'zal so'z bo'lgan ekanmi? Go'zal so'z. Moddiy va ma'naviy go'zallik matlub. Moddiy va ma'naviy tomondan musulmon kishi go'zal bo'lishi kerak. Demak, musulmon o'zini kiyimini chiroyli qilishi kibrdan emas. Mashinasini chiroyli olib yurishi kibrdan emas. Uy-joyini chiroyli qilishligi kibrdan emas. Chunki u insonning tabiatida bor narsa va go'zal qilsa o'zida bor narsani Alloh buni yaxshi ko'radi. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib, zohiri bilan, fe'li bilan odamlarga havas bo'linadigan holatda turish bu ayni dinimizning talabi bo'ladi. Mo'min banda borlig'ini go'zal qiladi. O'zida Alloh taoloning al-jamil sifatidan bir ulush paydo qilishini xohlaydi. Adolatli bo'ladi, odil bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Rahim shafqatli bo'ladi, ar-rohim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr saxovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, al-latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, al-jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ihson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'laverasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi, yo'qmi? Odamlar nima deydi? Sal ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Ha, odamlarda. Biz o'zimizni chiroyli olib yuramiz kim uchun ekan? Go'zallik. Go'zallik nima o'zi? Insonni ko'zi va qalbiga yoqadigan narsa.
Go'zallik insonning ko'zi tushganda qalbi quvonadigan, qalbi yayraydigan narsa. Go'zallik birodarlar shaklda bo'ladi, axloqda bo'ladi. Go'zallik deyilganda odamlarda tushunchasi faqatgina shakl tushuniladi. Ammo ichki dunyo haqida, ichki dunyoning go'zal bo'lishi haqida birov o'ylab ham qo'ymaydi. Masalan, vafo, ahdiga vafodor bo'lishlik go'zallikmi? Saxovatli bo'lishlik go'zallikmi? Kechirimli bo'lishlik go'zallikmi? Bu axloqdagi go'zallik. Birodarlar, jismoniy, jasadiy go'zallikdan ko'ra ma'naviy go'zallik chiroyliroq bo'ladi. Rosa shakli chiroyli kelishgan odam bir marta ham aytgan gapiga javob bermaydi. Kim uni yaxshi ko'radi? Rosa ketib olgan chiroyli ayol, eriga mehri yo'q, eriga muhabbati yo'q, vafosi yo'q. Kim yaxshi ko'radi buni? Go'zallik degani faqat zohirda tushunmaylik. Bu ichki dunyo ham go'zal bo'lishi kerak bo'ladi. Tobiinlardan Ahnaf ibn Qays o'zini qavmini sayyidi bo'lgan. Ko'rimsiz bo'lgan, xunuk bo'lgan, pastdek bo'li bo'lgan, ko'zi manaqa bo'lgan, qora rangli bo'lgan, xullas ko'rimsiz. Ammo shu kishini g'azabi uchun qavmidan 100 mingta kishi g'azablanar edi. Nimaga g'azab qilyapsan deb so'ramas edi. Bu kishining nimasi go'zal edi? Axloqi, tasarrufoti, ichki dunyosi. Zohirni xuniligiga bora qaramas edi. Agar odamlarda ichi qanaqa bo'lsa, shu narsa tashiga chiqib turadigan bo'lgandami? Demak, go'zallik faqatgina moddiy jasadiy bo'lmaydi. Uni fasohati, axloqi, saxovati, kamtarligi, rahmati xullas fe'l atvorida ham go'zallik bo'lishi kerak bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Li maliha, mol davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha, nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha, chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha, diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka topgur yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar, albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zinglar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida, doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal, juda ham chiroyli, lekin boyaga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zaxdan bir parcha bo'ladi. Aytilinyapti, chiroyiga, puliga, nasl nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kishi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib tarandi, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam faxsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazi bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turuvchi shaklini ko'rib turib, obrazovni odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysiz, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Bunaqa odamga aytish kerak bo'ladi, sen yo kiyimingga yarashadigan so'zni so'zla, yoki o'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirli go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar,
la yastaqimu iymanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq. Fasbir sabron jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr qiling. Alloh taolo chiroyli sabr qil deyapti. Demak, chiroyli bo'lmagan sabr ham bor. Chiroyli bo'lgan sabr tushunarlik. Chiroyli bo'lmagan sabrchi sabr qildi. Asabiylashadi, g'azablanadi, uni so'kadi, buni turtadi, buni tepadi, undan alamini oladi. Bu ham sabr, lekin qanaqa sabr emas bu? Go'zal sabr emas. Chiroyli avf qilish. Chiroyli avf qilish. Fasfahis safhal jamil. Bas ey Muhammad alayhisalom, ularni chiroyli kechirish bilan, go'zal kechirish bilan kechiring. Ya'ni kechirdingiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'ldimi, go'zal bo'lmadimi? Biz kechirishdagi, axloqdagi go'zallikni gapiryapmiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'lganligini belgisi shu kechirgan odamingizni qaytib shu aybini gapirmaysiz. Agar esiga kelganda, alam qilib ketganda, jazobasi tutib ketganda gapirib qo'ygan bo'lsangiz, bu kechirishlik go'zal kechirishlik bo'lmadi. Bir odam ikkinchi odamni qomatib yuborishi xatarliroqmi yoki bir odam ikkinchi odamni quduqqa tashlab yuborishi xatarliroqmi? Albatta quduqqa tashlab yuborishi xatarliroq. Chunki qomalgan odamni tirik qolishi mumkin. Tirik qoladi. Yusuf alayhisalom akalari 12 yashar paytida quduqqa tashlab yubordi. Keyin Misrga borganda Misrning vazirining ayoli Yusuf alayhisalomni qamatib yubordi. Qaysinisi xatarliroq Yusuf alayhisalom hayoti uchun? Albatta quduqqa tashlanishi. Ammo oradan 20 yillar o'tgandan keyin akalari oldiga kelganida shu ishni eslatmadi. Nima dedi? Astagfirullah. Va qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Alloh menga ulkan in'om qildi, meni zindondan chiqardi dedi. Nimani aytmadi? Quduqqa tashlaganini, akalarini shu ishini aytmadi, eslatmadi, chunki chiroyli kechirgan edi-da. O'shuning uchun eslamadi, gapirmadi. Bizda ham o'tib qoladi. Bir paytlar amaking mana qilgan edi. Bir paytlar tog'ing mana qilgan edi. O'zi kechirganman degan. Lekin nima qilaveradi? Demak, kechirmabdi bu odam. Go'zal kechirish bu aybni qaytib eslamaslik bilan bo'ladi. Robboniy go'zalligining martabalari. Alloh taoloning zoti go'zal, sifatlari go'zal, fe'llari go'zal, ismlari go'zal. Alloh taolo shunday go'zal zotki, u zotning go'zalligini, qandayligini na bir payg'ambar bilmaydi, na bir farishta bilmaydi. Allohning qanchalik go'zal ekanligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Biz aqllarimiz birodarlar sig'dira olmaydi Alloh taoloning go'zalini idrok qilishligini. Shuning uchun birodarlar aytiladiki, shariat adolatning ayni o'zi. Chunki u Allohning manhaji. Shariat rahmatning ayni o'zi. Shariat hikmatning ayni o'zi. Shariat faqat va faqat xayriyat, yaxshilik. Shuning uchun qaysi ishimiz bizni musulmonlar, qaysi bir ishimiz shariat doirasidan chiqib ketsa, u yaxshilik emas, yomonlikka qarab ketadi. Uni har qancha qog'ozga o'ring, har qancha bezang qilayotgan ishingiz shariatdan chiqdimi? Bu endi yomon ish, bu zarar ish, bu xunuk ish. Islom chiroyli sanagan, shariat chiroyli sanagan narsa chiroyli, shariat xunuk deb sanagan narsa xunuk. Bachavozlikda erkakda erkakka, ayolda ayolga uylanishligini taraqqiyotni belgisi, peshqadamlik deyapti. Har qanaqa qog'ozga o'rayapti. Ammo shariatimiz nima degan? Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Har qancha qog'ozga o'ramasin, biz shariatda turib aytamizki, bu ifloslik, razillik, rasvolik. Bizga bu narsalar yot, bu narsalar bizga harom, mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, hamma yaxshilik shariatda. Shariatdan chiqdingizmi, endi har qanday narsaga tayyor turavering. Biz Alloh taoloni al-Jamil, go'zal zot deb aytdik. Alloh taoloning hamma yo'g'i go'zal. Ismi ham, zoti ham, fe'li ham. Shuning uchun fe'lini ko'ramiz. Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal.
quruq qaqshab yotgan yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yekkan olmamizni qaraylik. Biz qarab o'tirmaymiz, ha? Qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir maza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz maza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamzorni qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashishiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Bir ishda juda ham chiroyli qilib qo'ygan bo'lsa, ustasi qarab turib, "Ha, ustasi kuchli odam ekan, o'zini ishida mohir ekan" deysiz. Hunari go'zal ekan deysiz. To'g'rimi? Mashinangizga kraskalar berdi, yangidek qilib qo'ydi. Qoyil ustasiga deysiz. Endi bu koinotni, bu borlarni qarab turib nima deyishimiz kerak? Subhanalloh. Bu go'zalliklarni yaratgan Alloh taolo o'zi ham al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, qiyomat kunida butun kuch qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Kimlar zolim, kimlar o'ziga zulm qilgan kimsalar, gunoh qilganlar. Inson gunoh qilar ekan, faqat o'ziga zulm qiladi. Endi qarab turing. Nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demak, bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka oldi. Chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdi-da, shunga yetishlik uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarning nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan, go'zalligi vaqtincha bo'lgan maxluqni muhabbati bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Molingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan oldayapsiz siz? Go'zallik oldayapti-kami? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli. Boyagi dunyoda go'zalliklari harakat qilsangiz, intilsangiz yetishingiz mumkin. Yetganingizdan keyin bilasizmi, zerikasiz shundan. Ammo haqiqiy go'zallik bo'lgan Alloh taoloning jamoliga intilgan odam bu dunyoda yeta olmaydi o maqsadiga. Shuning uchun doimiy suratda uni hayotida intilish bo'ladi, shavq bo'ladi. Zerikish bo'lmaydi hayotida. Banda hushyor bo'lsin. Banda bu go'zalliklarni tark qiladi yoki u go'zalliklar uni tark qiladi. Chiroyli ayolni yaxshi ko'radi bir erkak. Juda ham yaxshi ko'rar edi. Lekin bir kun keladi, albatta ajraydi bir-biridan. Yo uni ajali tufayli, yo buni ajali tufayli. Top qo'ygan chiroyli dunyoyingiz, chiroyli imoratingiz, chiroyli mashinalaringiz, ulardan albatta ajraysiz. Ammo agar Alloh azza va jallaning jamolini oshiq bo'ladigan bo'lsangiz, bu ayollarga ko'p zulm qilinardi. Mana ma'lumingizki, va idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Qiz bolalarni johiliyatda bir qattiqligidan, johillikdan tiriklayn olib chiqib ko'mishar edi. O'g'il bola tug'ilsa xursand bo'lishar edi. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib qizarar edi. Ularga berilgan bashoratdan ular norozi bo'lishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat ayolni o'zini izzat ikromini o'zini o'rniga qo'ydi. Islom boshqa bir narsani olib keldi. Ayol kishi tabiatan yaralishi jihatidan erkak kishidan zaif bo'ladi. Ayol kishining zaif bo'lishligi bu yomonlik emas. Ularning tabiatidagi mavjud bor narsa. Masalan, ayol kishi jismonan, badan jihatidan zaif bo'ladi. Biror odam ularni bu zaifligi uchun ma'lumot qilmaydi, chunki tabiiy bo'lishligi kerak bo'lgan zaiflik. Boshqa tarafdan ular otifa va qalb jihatdan ham zaif bo'ladi, ko'ngilchan bo'ladi.
Va mana shu ko'ngilchiligi, mana shu zaifligini, mana shu tomoni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ayol kishi go'zal bo'ladi. Tasavvur qiling, jismonan baquvvat ayol bo'lsa, yuragi ham, boshqasi ham qattiqqina erkakdaqa bo'lsa. Bu, ya'ni biz aytayotgan bu zaiflik, erkaklarda yo'q bo'lgan bu zaiflik ayollar uchun ziynat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga har bitta ishda ibrat bo'lgan zot. Astagfiru billah va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Bu Payg'ambar alayhisalom bizga nimani bergan bo'lsa olishligimiz kerak, nimadan qaytargan bo'lsa qaytishligimiz kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alloh taolo Ahzob surasida dar haqiqat Muhammad alayhisalomning fe'lida, xulqida, hayotida Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan hamda qiyomatda ko'p zikr qilgan kishilar uchun ibrat namuna bor dedi. Mana endi payg'ambarimiz ayollarga qanday rahmat bilan muomala qilgan. Subhanalloh, payg'ambarimizning hayotini birodarlar yaxshi o'rgansangizchi, Rasululloh yosh bolalarga rahm shafqat ko'rsatyapti. Zaiflarga rahm shafqat ko'rsatyapti. Kambag'allarga shafqat ko'rsatyapti. Ayollarga, hattoki musulmon bo'lmagan kofirlarga ham birodarlar rahm shafqat ko'rsatgan. Mana endi ayollar bilan qanday muomala qiling? Ayol kishi, erkak kishi. Bu ikkalasi doim birga. Birga bo'lmasa hayot davom etmaydi. Doim birlamiz. Mana shu ayollarga qanday munosabatda bo'lishlikni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinlarda ayollarga ma'naviy va jismoniy bir aziyat yetishligidan ayollarni ehtiyot qilgan. Ummati Muhammadiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, ko'rsatmalarini o'qib o'rgan ekan, ayollarga qanchalik shafqat ko'rsatganligini Rasulullohning hayotida ko'radi. Rasul aytganlar, "Istavsu bin nisa'i khayron." Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ko'ring, bu nasihatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda minglagan musulmonlar jamlanib turganda takror aytdi. Ya'ni avvalam aytgan edi bu nasihat. Ammo mana shunday bir ulug' maqomda payg'ambarimiz bir marta yig'ilgan bunchalik katta adatdagi musulmonlar bilan Hajjatul Vadoda mana shu o'rinda takror aytishlikka bu nasihat loyiq ekanligida payg'ambarimiz shubha qilmagan. Yana bir marta aytishlik shart lozim bo'lgan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Vastavsu bin nisa'i khayran fa innama hunna awan indakum." Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, zero ular sizlarning qo'lingizdagi asiralardir. Ayol kishini, erkak kishining qo'lida turishligini Rasululloh go'yoki bir asir odamga o'xshatyapti. Fe'lan ham shunaqa. Chunki erkak kishi oilaning rahbari, topib tutib kelayotgan erkak kishi qabul qilishlik yoki taloq berishlik ham erkak kishining qo'lida, sizni itoatingizda, sizni xizmatingizda, chizig'ingizdan tashqariga chiqmaydi. Rasululloh go'yoki ayollarni asir deb aytayapti. Asirga qanday muomala qilishligi kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir to'p ayollar kunlari birida erlarining xulqini yomonligidan shikoyat qilib kelishdi. Payg'ambarimiz ayollarining oldiga bir to'p ayollar erlarini yomon xulqidan shikoyat qilib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni bu erkaklar, ayollar shikoyat qilgan erkaklar sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollarga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar: "Khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli." Sizlarning yaxshilaringiz, qarang. Yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytibdilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Boyga aytgandek asirda qo'limizda.
Oshnangizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda oshnadan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman dedi. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas. Ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyiga qo'yib, toqati ko'tarmagan narsani buyurmay, go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri bo'lganlar. Yaxshi musulmon bo'lmoqchimizmi? Ayollarga yaxshi muomala qilaylik. Ayol zaifa bo'lishligi ularni qadrini pasaytirmaydi. Ularni makonatlarini yerga tushirmaydi. Izzat hurmatda, ehtiyot qilishlikda, sharafda erkaklar bilan barobar. O'zlariga xos ko'rinishda ular ehtirom qilinadi. Ayol kishi degani ikkinchi so'z degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innan nisaa shaqoiqur rijal." Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Mana shaqiq degan kalima bitta ota va bitta onadan dunyoga kelgan farzandlarga nisbatan aytiladi. Tug'ishganlar. Otasi ham, onasi ham bir. Ayollar erkaklarning shaqiqlari. Ya'ni erkak ham, ayol ham bitta ota, bitta onadan dunyoga kelgan. Izzat, hurmat borasida ayol ishi ham teng bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ayolni sha'ni uchun qilich ko'tarib jihad qilgan. Sirat darslarida aytib o'tilgan, Madina Munavvarada yahudiylar ham yashashadi. Banu Qaynuqo bozorlariga musulmonlar borib, oldi-berdi tijorat muomalasini qilishadi. Muslimalardan biri mana shu Banu Qaynuqo yahudlarning bozoriga borib, bir oltin buyum xarid qilishlik uchun bir do'konda oldida o'tirib savdo qilayotganda, bir habis yahudi keladi-da, ro'molini yoki ko'ylagini bog'lab qo'yadi. Haligi ayol o'rnidan turganda yechilib ketadi, avrat ochilib qoladi. Shunda qichqirib yuboradi hali ayol. Or, nomus, sharaf. Shu joyda turgan musulmonlardan biri boyaga ro'molini bog'lab qo'ygan yahudi kulayotganini ko'radi, borib qilichi bilan qatl qiladi. Yahudilar yig'ilib kelib, bu musulmonni qatl qiladi. Rasululloh mana shu muslimaga mana shunday bir haqorat qilgani uchun, origa, nomusiga tekkani uchun, musulmon kishining qonini to'kkani uchun qo'shin tortib keldi. Bitta ayolning nomusi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolni bir yahudi boshiga tosh bilan urib qatl qilganligi uchun olib kelib boshini ikkita toshning o'rtasida majag'lar bilan qatl qildi. Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi. Ibnul Asir bu o'rinda erkaklarning tug'ishganlari degan so'zdan maqsad, ya'ni erkaklarga o'xshaydi, ular izzat hurmat bobida erkaklar bilan teng deb aytadi. Musulmon odam ayoliga lutf bilan muomala qilishi kerak. Mana qarang, qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haligi bizning tilda idealniy xotin bormikin deysiz. Idealniy xotin bo'lmaydi. Chunki idealniy erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa Rasulullohning hayotida bor. Rasul aytadilar: "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya akhar." Bir mo'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'l uchun. Agar bitta mana shu mo'minadagi bitta xulq, fe'lni yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tiljag'i yomon. Lekin uyni pokiza tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyaga ikkita yaxshi fazilatiga qaraymizda, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemaza ovqat qiladi, lekin tiljag'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada.
100% istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yo'qdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki siz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolni ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chachadi deydi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chachadi. Yani bir-biriga loyiq bo'ladi-da bular. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas. Ehtimol dazmol qilishni bilmas. Lekin boshqa sifatlari qarang-da, aybidan ko'ra fazilati ko'p. Avf qilib yashamasak turmush qila olmaymiz ukalar. Hozirgi kunda ana shu qizlardan, kelinlardan oshcha ko'p narsa talab qilganligidan oilalar ko'p buzilib ketayotganligidan guvohi bo'lyapmiz. Shunaliga keyingisi ham shunaqa bo'ladi, ishonavering. Undan keyingisi ham shunaqa bo'ladi. Chunki biz aytayotganda qasi yo'q. Shuning uchun kechirib avf qilamiz. Kim turmush qilayotgan bo'lsa, demak kechiryapti. Xato kamchilik o'tganda kechiryapti, shuning uchun ketyapti. Agar kechirilmasa, birov bilan turmush qila olmaydi. Rasul aytadilar, bir mo'minani bitta fe'li uchun yomon ko'rmaydi. Agar bitta ko'niga yoqmaydigan fe'l ushlasa, narada ikkita yaxshi fe'lga qarab turib xotirjam bo'lib ketaveradi. Bu ta'lim siz bilan bizga. Chunki Alloh taolo Qur'onda ular bilan tinch totuv yashanglar. Alloh taolo aytayapti, ayollar bilan tinch totuv yashanglar. Agar ularni yomon ko'rsangizlar ham sabr qilib yashanglar. Zero sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh ko'p yaxshiliklarni qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Imom Malik rahmatullohi alayhining otasi uylanayotganda nikohiga olib turib, kelinni oldiga kirsa, bu ham chiroyli emas ekanda endi. Ko'ngli bo'lmagandek bo'lgan ekan. Ayoli ko'rib turib, husni yoqmaganligini bilib, hayodan bilasiz, ehtimol sizning ko'nglingizga yoqmagan narsada ko'p yaxshiliklarni Alloh taolo yashirib qo'ygandir degandan keyin shunda rozi bo'lgan ekan. Imom Malik tug'ib bergan ekan mana shu ayol. Shuning uchun siz bilan bizga 100% yoqishligi shart emas. Chunki siz bilmaysiz, sizga yoqmayotgan narsada yaxshilik bormi yoki sizga yoqadigan narsada yaxshilik bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarga bo'lgan rahmati bu faqat aytib qo'yiladigan navbatchi chiroyli gaplar emas. Bo'ladi-yu. Aytib qo'yiladi, deydi, lekin hayotda hech qanday bir ta'siri yo'q, tatbiq qilinmaydi, amal qilinmaydi. Rasululloh aytgan so'zi bunday emas edi. Balki bu so'zlar har kuni takror amaliy tatbiqi ko'rinadi. Bu ayollarga bo'lgan rahmat haqida aytilgan so'zlar bu ko'ngilni ko'tarishi, ayollarning qalbiga ozgina bir taskin berib qo'yish uchun aytilgan so'z emas. Biz mana hozir payg'ambarimizning hayotidan bir qancha bir lavhalarni keltirib o'tamiz. Eshittirib xulosa qilamiz. Mana bo'ladi-yu. Ayollarni ma'lum bir kunlargina izzat ikrom qilib, ko'klarga ko'tarib biz undoq qilamiz, ona va hokazolar deb gapiriladi bir kun. Ertasi kuni qarasam, boyagidek eski muomala, eski bir holat. Shariatimiz unaqa bir kunlik hurmat qilmaydi ayollar. Tushuninglar. Kunlarda birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirishlikka izn so'radi. Imom Abu Dovud va Ahmaddan keltiriladi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshikdan kelganida ichkarida Oysha onamizning ovozi baland Rasulullohga gapirayotganligini eshitdi. Rasulullohga ovozini ko'tarib gapiryapti-ki, Oysha onamiz. Shunda Abu Bakrga izn berildi, ichkariga kirdida qiziga qarab turib, axir ovozingni Rasulullohga ko'tarasanmi deb qizini ta'zirini berish uchun qiz tomonga qarab yurib qoldi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam otasini qizidan shunday qilib to'sib oldi qo'li bilan. Shu qiz baqiryapti o'zi Rasulullohga. Otasi ta'lim beraman deb kelsa to'sib olyapti. Bizda qanaqa? Qizingizga aytib qo'ying. Agar bunday qilsa apkatoring qizingizni. Biz otasiga shikoyat qilamiz. Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan zot. To'sib oldi qizini.
Shunda Abu Bakr Siddiq qizini qilgan ishidan norozi bo'lib, g'azablanib chiqib ketdi. Shunda payg'ambarimiz hozir payg'ambarimizga baqirib turgan Oysha onamizga qarab, "Kayfa ra'aytini anqattuki min ar-rajul?" Bu kishidan sizni qanaqa qilib saqlab qo'yganimni ko'rdingizmi, deyapti. Qarang, bir necha kun o'tdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yana kirmoqchi bo'ldi payg'ambarimiz oldiga. Kirsa, bir-biri bilan juda chiroyli gaplashib o'tiribdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, harbiylarga kirishligimga ruxsat berganinglardek, silmiylarga kirishimga ham ruxsat beringlar. Ya'ni urushib turganinglarda kirganda ruxsat beruvdinglar. Endi tinch bo'lib turganinglarda ham ruxsat beringlar deganda payg'ambarimiz qod fa'alna, kiring deydi. Ko'ring, Rasululloh o'zi nima qilyapti? Himoya qilyapti. Bu Rasulullohning o'zini ayoliga bo'lgan rahm shafqati otasini ta'zirini berib qo'yishligidan, otasini bir ta'lim berishidan nima qildi? To'sdi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasululloh ayollarga qanchalik shafqatli bo'lgan. Mana hammalarga mashhur Mujodala surasini tafsiriga murojaat qiladigan bo'lsak, Havla binti Sa'laba roziyallohu anha sahobiyalardan. Eri Avs ibn Somit, keksa odam edi, jahli tez chiqadigan odam edi. Bir kuni kuyovi ko'chadan keldida bir kayfiyat yo'q ekanmi, ayoliga bir narsa dedi, ayoli ham gap qaytardi. Jahli chiqdida, "Sen menga onamni ko'ragidek haromsan" dedi. Ya'ni bu jahiliyat davrida bu so'zni aytgan kishi bilan xotin o'rtasiga taloq tushgan hisoblanadi. "Sen menga onamni ko'ragidek haromsan." Ko'chaga chiqib ketdi, bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi. Oldiga kelganida Havla roziyallohu anha o'zini chekiga olib qochdi. "Nimaga olib qochyapsan?" deganda aytdiki, "Allohga qasam" dedi. Alloh va uning payg'ambari oramizdagi ishga hukm qilmagunicha, hukm chiqarmagunicha menga yaqin kelmaysan dedi. Endi Havla roziyallohu anha yosh katta bo'lib qolgan edi, qarib qolgan edi, bellari egilgan edi, sochlari oqargan edi. Qaraganda eri taloqni berib qo'ydi. Kimga boradi? Kimga boradi? Birodarlar, bu zamoni saodat. Rasululloh oldiga bordi. Qaysi vaqtda bordi deng? Qaylula qiladigan paytda odamlar. Kunni issig'ida hamma uyga kirib dam oladigan paytda bezovta qilib Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh nima deb javob berdi? Hali asrdan keyin kelsin dedi. Men ham dam olamanmi? Men ham haqqim bor dedi. Biz shunday deymiz-ku. Bor, ayt. Momahalla kelsin. Yelkasida birodarlar vahiy. Ummatni podshosi, ummatni qo'mondon, ummatni siyosatchisi shuncha ishni yelkasiga ko'tarib turgan Rasululloh chiqdi ayollarga rahm shafqatidan. Shunda ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida eshik oldida turibdi, Oysha onamiz ham yaqin turdi. Kelib dardini aytishni boshladi. "Ya Rasululloh, yoshligimda oluvdi, umrimiz har qiluvdi, mehnat qiluvdim, endi qaruvdim, belim qiyshaganda, sochim oqarganda, endi mana qiladi." Qari kampir qanaqa shikoyat qiladi? Rasululloh indamasdan oxirgacha eshitib gaplari. Bo'ldi, tushunarlik. Boravering. Men Abu Bakrga aytib qo'yaman. Men Umarga aytib dedim. Qaranglar, siz bilan biz payg'ambarimizni fe'lidan, sunnatidan qanchalik uzoq bo'lib ketganligimizni. O'zimizni qo'yib ko'raylik-da. Biz toqat qila olmaymiz. Bo'ldi, men ham odamman, jinni damalaydim deymiz. Mana shunday pishir qilib turibdi, payg'ambarimiz oxirgacha eshitdi. Alloh taolo Qur'onda mana shu Mujodala surasida bir qancha oyatlarni nozil qildi va mana shu ayolning mushkulasi hal bo'ldi. Astagfirullah. Qad sami'a Allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh vallohu yasma'u tahawurakuma innalloha samiyun basir. Ey Muhammad, dar haqiqat Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning basti javoblaringizni eshitur, albatta Alloh eshitguvchi, ko'rguvchidir. Mana shu voqea ham payg'ambarimizni ayollarga qanchalik shafqatli ekanligini bitta dalil emasmi? Hozirda ayrim odamlar onalarini ozgina gapini ham, onalarining ozgina shikoyatini eshitishni xohlamaydigan bo'lib ketgan. Qilib turadi. Noilojli onasida. Birodarlar, onasi tiriklar bilib qo'ylar. O'tib ketgandan keyinchi o'zingizni boshingizni toshlarga urasiz.
Malol keladi-yu, bir ish buyursa, ozgina ming'illasa qarshimiz kelib bo'ldi deb boramiz-ku. Va ishonavering, yo'qotganlar biladi buni. Boshingga chiqib o'tirib olsa ham mayli deb tirik bo'lsa deydi. Faqat buni qachon aytadi? Yo'qotgandan keyin aytadi. Ishonavering, yo'qotmaguncha qadrlamaymiz. Yo'qotish kerak ekan qadrlashlik uchun. Ba'zida ayol kishi xatoga yo'l qo'yadi va bu xato odamlarning ko'z o'ngida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shunday bir hayotida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyida edi. Ya'ni Oysha onamiz bilan bo'ladigan kuni. Rasululloh uyiga mehmonlar kelgan. Boshqa bir ayoli idishiga ovqat solib chiqarib yubordi. Rasululloh ovqatni oldida qayoqdan ekanligini so'raganida falonchi ayolingizdan deyishdi. Shunda Oysha onamizni rashqi kelib, g'azabi kelib, Rasulullohning qo'lidagi idishni bir urib tushirib yubordi ovqati bilan. Mehmonlar o'tiribdi. Idish yerga tushdi, ikkiga bo'lindi, ovqat sochilib ketdi. O'zingizni qo'yib ko'ring-da o'shaga. Uyingizda jo'ralaringizmi, mehmonlaringiz kelib turganda, ayolingiz qo'lingizdagi narsani bir urib tushirib yubordi. Har bitta odam o'zini fe'lini biladi. Shuning uchun nima qilishligini ham nima qiladi? Taxminan sezadi. Yana hech kim yo'q bo'lsa ham mayli edi-da. Qarindoshlarining oldidadir, ehtimol ulfatlarining oldidadir. Aytyapmiz-ku, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deyapti Alloh taolo. Biz olamlarga sizni faqat rahmat qilib yuborganmiz dedi Alloh. Rasululloh nima muomala qildi? Ayolini bu zaifligiga rahmi keldi. Holatini tushundi. Rashqini kechirdi. G'azabi kelmadi, achchiq qilmadi, fe'liga yarasha javob qilmadi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sinib ketgan ikkita idishni oldida bir-biriga opishtirib turib, ovqatni terarkan, g'orat ummukum kulu dedi. Onanglar rashq kelib ketdi-da, onanglar rashq qildi-da, onanglar rashq qildi-da, ovqatni terib yegizdi mehmonlar. So'ngra Oysha onamiz o'zini uyidan idish olib, o'rniga berdi, sinig'i singan joyda qoldi. Biz kayfiyatimiz zo'r bo'lganda, savdo yaxshi bo'lgan kuni, ishlarimiz besh bo'lgan kuni, shu kayfiyatlar zo'r bo'lganda shirin muomala nihoyatda zo'r bo'ladi. Ozgina asabimiz bo'lsa, zaharimizni kimga chachamiz? Ayol, nimaga desiz ko'taradi-da. Ko'taradi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lsin. Mana hech bo'lmasa-chi birodarlar, bugun yotgunga qadar shirin muomala qilamiz inshaalloh. Bir kunga ta'sir qilsa ham katta gap, chunki bir kun bo'lsa ham ayollar lutf ko'rsin bizdan, chiroyli muomala ko'rsin. O'sha masjidga yo'qib oboring dadasi deydi. O'sha juma kuni kelganingizda. Lekin ne qilaylikki insonimiz esimizdan chiqib qoladi. Inson degani unutuvchi. Mana shu narsani tez-tez bir-birimizga eslatib turishimiz kerak bo'ladi. Qarang, Rasululloh uydan shu muammo bo'lgan ekan, qarang. Kunlar birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirsa, ozgina burunroq Abu Bakr ham kirgan bo'ladi. Rasulullohning bir qancha ayollar o'tiribdi. Abu Bakr ruxsat so'rab kirib o'tirdi, Rasululloh jim. Ayollar ham jim. Abu Bakr ham jim o'tirdi. Ozgina turib Umar ibn Xattob kirishga ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirsa Rasululloh jim. Abu Bakr jim. Rasulullohning ayollari ham jim. Shunday qarab turib, hozir bir gap gapiray, Rasulullohni kuldiraydi dedi. "Ya Rasululloh" dedi. "Agar meni ayolim" dedi, "yo'q narsani talab qil, infoq qil desa, bo'yniga burardim" dedi. Payg'ambarimiz kulib yubordi sollallohu alayhi vasallam. "Ko'rmaysizmi" dedi. "Monolardan xuddi shu narsani talab qilishyapti" dedi. Bu islom g'olib bo'lib, o'lkalar fath bo'lib, musulmonlarning qo'liga xayriyatlar kelishni boshlaganda, Rasulullohning ayollari ham sal endi dunyomizni tekizlab bering. O Talxani uyida manaqa parda bor ekan, Zubayrning uyida manaqa parda bor ekan. Ha biz Rasulullohning ayollarimiz bizni ham sal uyoq buyog'imizni to'lab bersin deb turib, dunyo so'rashganida payg'ambarimiz shu yerda norozi bo'lib o'tirgan edi. Shunda Abu Bakr Siddiq turib qizini o'qib oldi Oysha onamizni.
Nimaga Rasulullohning toqatidan tashqari narsani talab qilasan? Umar ibn Xattob qizi Hafsani o'qib qoldi. Sen nimaga Rasulullohdan yo'q narsani talab qilasan? Oyat nozil bo'ldi. Qarang, Rasulullohning qo'lida turgan ayollar ham tarbiyat ber degan ekan. Rasulullohning qo'lida tarbiya topgan ayollarda ham baribir ayol ekanda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyat nozil qildi. Ayting ayollaringizga, xohlasanglar, dunyoda zo'r qilib beramiz, chiroyli javob beraman. Xohlasanglar, Alloh va Rasulining rozisi kerak bo'lsa, qolinglar. Oysha onamizga aytdi payg'ambarimiz. Oyat nozil bo'lgandan keyin siz shoshilmay javob bergani. Borib ota-onangiz bilan maslahat qiling. Agar xohlasangiz, dunyoni nihoyatda bir chiroyli suratda beraman qo'lingizga, shu dunyo bilan javobingizni beraman. Yoki payg'ambarning qo'lida qolishing. Shunda yig'ladi Oysha onamiz. Ota-onam bilan maslahat qilamanmi siz bilan qolishni dedi-da, dunyodan voz kechdi.